Assalomu alaykum. Do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurtda jam bo'lgan aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi tantanali tadbirimizni ochib berish hamda tabrik uchun so'z Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari Qo'ldashev Burxonjon Xudoyberdiyevichga hamda Beshariq tumani hokimi Rasuljon Karimovich Jo'rayevlarga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qadrli vatandoshlar. Avvalo sizlarni Navro'z umumxalq bayrami shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda muborak Ramazon hayiti va bugungi ayyom bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan mamlakatimizda millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Madaniy va ma'naviy qadriyatlar, an'ana va urf-odatlar birlashtirgan qo'shni mamlakatlarning xalqlarini birodarlikni o'ziga xos rishtalar bog'lab turibdi. Uch xalq asrlar mobaynida yonma-yon oila a'zolardek ahil-inoq yashab kelishmoqda. Bugungi kunda xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalari samarali, o'zaro manfaatli hamkorlik, mintaqada tinchlik, barqarorlik, xavfsizlik va izchil taraqqiyotni ta'minlashda muhim omil bo'lib kelmoqda. Uzoq yillar yonma-yon yashagan, quda-anda bo'lib ketgan xalqlar o'rtasida aloqalar deyarli to'xtab qolgandi. Chegaralar berkilgan vaqtlar ham bo'lgandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan qo'shni davlatlar bilan chegaralar ochilganda qancha odamlar quvonchi ichiga sig'may yig'lagan. Davlatimiz rahbarini alqab duo qilishgandi. Mana shunga qariyb 10 yil bo'lyapti. Bugungi kunda bir-biriga qon qardosh, quda-anda bo'lib ketgan xalqlarimizning bordi-keldisi ham tobora mustahkamlashib bormoqda. Birgalikda o'tkazilayotgan to'y va ma'rakalar, bayram va tantanalar xalqimizni yanada jipslashtirmoqda. Qon qardoshlik rishtalarini yanada mustahkamlamoqda. Bugun Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston, Qirg'iz va Tojikiston prezidentlari ishtirokida tarixda ilk bor 3 tomonlama sammit bo'lib o'tmoqda. Albatta ushbu sammit 3 mamlakat o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashda muhim qadam bo'ladi hamda Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu quvonchli xabarni 3 mamlakat xalqlari katta xursandchilik bilan kutib olishmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugungi kunda viloyatimizda ham 75 mingga yaqin Qirg'iz va 220 mingdan ziyod tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ular boshqa millat va elatlarning vakillari singari bir oiladek tinch totuv istiqomat qilib kelishmoqda. Mana xabarlaring bor, bugungi kunda bu Beshariq tumanimizda o'tkazilayotgan tadbirga ham qo'shni Tojikistondan 50 dan ortiq mehmonlarning tashrif buyurganligi tadbirning jozibadorligiga yana ham o'zining ulkan hissasini qo'shmoqda. Yasharish va yangilanish faslining shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda viloyatimizning barcha mahallalarida, shu jumladan qo'shni davlatlar bilan chegaradosh hududlardagi mahallalarda ham Qirg'iz va tojik millatlariga mansub aholi istiqomat qilib kelayotgan mahallalarda xalq sayllari shod va xurramlik bilan o'tkazilmoqda. Turli millat va elatning vakillari bilan birgalikda o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar do'stlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Hayit bayrami munosabati bilan hayit oshi tinchlik, do'stlik va bag'rikenglik oshi ekanligini amaldagi ifodasi sifatida ehson tadbirlari ham tashkillashtirilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida mahallalar hududlarida turli millat vakillari ishtirokida do'stlik bog'lari barpo etilib, do'stlik va hamjihatlikni tarannum etuvchi qo'shiqlar ijro qilinmoqda. Amaliy san'at va hunarmandchilik buyumlari, kitoblar ko'rgazmalari tashkil etilmoqda va milliy o'yinlar va turli tanlovlar o'tkazilmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz do'stlar, sizlarni yana bir bor muborak Ramazon hayiti bilan, bugungi do'stlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Azaliy qadriyatlari, an'ana va urf-odatlari bir bo'lgan xalqimizning do'stligi abadiy bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Qisqa gapiraman. Navro'zlaring qutlug' bo'lsin.
hayit ayyomlaring qulluq bo'lsin. Ilohim yurt tinch bo'lsin, yurtbosh omon bo'lsin, yurtimizda doim shunday kunlar bo'lsin. Xalqlarni do'stligiga ko'z tegmasin. Biz nima natijaga erishgan bo'lsak, faqat tinchlik bilan, birdamlik bilan o'zimizni birgalashib qilgan harakatimizni erishganmiz. Ilohim O'zbekiston xalqini, O'zbekiston fuqarolarining birligiga ko'z tegmasin. Bayramlarning yana bir marta qulluq bo'lsin. Rahmat. Navruz keldi yurtimga, dalalarga shoshaylik. Keling do'stlar barchamiz, kuy qo'shiqlar kuylaylik. Bugun Navruz bayrami, zo'r tantana, hamma shod. Ona yurtda quvnaymiz, baxtiyormiz umrbod. bo'y cho'zib, momolar oldi uzib, doshqozonda sumalak, kelinlar berdi suzib, hamma sumalak sayliga. Ha, aylanaylar, bormisiz, omonmisiz? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Omonliq-u somonliq, hech ko'rmaylik yomonliq. Yetkizganiga shukr, Allohga beadad shukr. Don bu non, don bu rizq-u ro'z, azizlarim. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Ha, o'rgilay, ko'rsatganiga, yetkazganiga shukr. Ey, yashang, yashang. Bo'y cho'zib, mamolar oldi uzib, mamolar oldi uzib. Yalli jonim yalli, oshqozonda sumalak, kelinlar berdi suzib, kelinlar berdi suzib. Oroli jonim yalli, olayli layli layli, bizda bugun gulsayli, bizda bugun gulsayli. Yalli jonim yalli, o'zbek yerida bayram, Navruz ayom tufayli, Navruz ayom tufayli. Oroli jonim yalli, olayli layli layli, bizda bugun gulsayli, bizda bugun gulsayli. O'zbek yerida bayram, Navruz ayom tufayli, Navruz ayom tufayli. Ay, yigitlarimiz qayoqda qoldi? Ay, shu yerdami, shu yerda. Bilagi zo'r jo'martlar, qalbida ishqiy dardlar. Qozon, o'choq tayyormi? Ha, tayyor mana. Go'zallar sizga yormi? Maydonda al o'g'lonlar, kuch-quvvatga to'lg'on
uchun osudadir qo'rg'onlar, osudadir qo'rg'onlar, osudadir qo'rg'onlar. Ha, barakalla, barakalla. Sumalak ko'pchilikning ishida. Sumalakni ham qozonga solib oldik. Jonim yalli sevgiga vafo bo'lsa dil yayraydi bahorda, dil yayraydi bahorda. Olami jonim yalli yalpiz oqdan xorda, kim o qizni nahorda, kim o qizni nahorda. Sevgiga vafo bo'lsa dil yayraydi bahorda, dil yayraydi bahorda. Olayli layli layli bizda bugun gul sayli, bizda bugun gul sayli. Yalli jonim yalli o'zbek elida bayram Navro'z ayom tufayli, Navro'z ayom tufayli. Olami jonim yalli olayli layli layli bizda bugun gul sayli, bizda bugun gul sayli. O'zbek elida bayram Navro'z ayom tufayli, Navro'z ayom tufayli. Sumalak tushgunga qadar o'yin kulgiga navbat bersak nima dedinglar a? Yaxshi bo'lardi-ya. Qani boshladik bo'lmasa. Sumalakaylar vaqir o'qir tosh qozonda shaqirish bor. Sumalakaylar vaqir o'qir tosh qozonda shaqirish bor. Oy malagim o'ynasin, gul malagim o'ynasin. Oy malagim o'ynasin, gul malagim o'ynasin. Toshlarida o'smasi bor, hur malagim o'ynasin. Toshlarida o'smasi bor, hur malagim o'ynasin. Boshladik Navro'z to'yni, sumalak sizing ona. Sumalakaylar vaqir o'qir tosh qozonda shaqirish bor. Sumalakaylar vaqir o'qir tosh qozonda shaqirish bor. Oy malagim o'ynasin, gul malagim o'ynasin. Oy malagim o'ynasin, gul malagim o'ynasin. Toshlarida o'smasi bor, hur malagim o'ynasin. Toshlarida o'smasi bor, hur malagim o'ynasin. Ani yigitlar, bo'shashmang. Shunisiga hayronman, yorga o'tmaydi so'zim. Childirmani qars turgan voydoda yor yona, oq bilagingdan aylonayin voydoda yor yona. Childirmani qars turgan voydoda yor yona, oq bilagingdan aylonayin voydoda yor yona. Turgan voydoda yor yona, oq bilagingdan aylonayin voydoda yor yona. Childirmani qars turgan voydoda yor yona, oq bilagingdan aylonayin voydoda yor yona. Oq bilagingdan aylonayin voydoda
Beshariq tumani madaniyat bo'limi Oqterak folklor etnografik ansambliga gulrost qarsaylaringiz. Hurmatli aziz tadbir qatnashchilari, aziz mehmonlar, ana endi davramizga bugungi kechamizni, bugungi oqshomimizni mehmon san'atkori, estradamiz yulduzi Abdurahmon To'xtasinov, ya'ni Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha janoblarini taklif etamiz. Marhamat. Hanımlarım bulutlardan ko'p, ortimdan soyadek yurishar top-top. Salomat yurganim ham bir g'animat. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. Mehribanım, bugün bırak mening, bırak osmonim, dilimning ucida turibdi jonim. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. Saçların sırtmak, başların dar bolsun, saçların sırtmak. Öp meni sevgilim, öp so'nggi bor o'p. Öp meni sevgilim, öp so'nggi bor o'p. Öp meni sevgilim, öp so'nggi bor o'p. Bizlar ojiz banda, ajaldur hakam. Oshma deb mening bug'magin ergam. Bu sangdan bo'g'ilib, o'lay o'lsam ham. O'p meni sevgilim, o'p so'nggi bor o'p. 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 İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? Buning uchun eng avvalo yurakni keng qilish kerak. Sal narsaga siqilmasdan, omirda qon tiqilmasdan, sal narsaga siqilmasdan, holdan toyib yiqilmasdan, yurakni
yuraknikin qilish kerak. Şinavanda o'zingni bos, hey, Şinavanda o'zingni bos. Yurakni keng qilish kerak. İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak. Buning uchun eng avvalo yurakni keng qilish kerak. Sen uzur qilib yurakni keng qilish kerak. Mo'min bo'lsang cho'kinmasdan, mo'min bo'lsang cho'kinmasdan, hofiz bo'lsang o'kinmasdan, shogird bo'lsang so'kinmasdan yurakni keng qilish kerak. Inson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak. Buning uchun eng avvalo muxlislarni sevish kerak. Shinavandaning sevish kerak. Doğrusunu aytayin tinglang azizlar, falakni kunlarni boshga solmadi. Doğrusunu aytayin tinglang azizlar, falakni kunlarni boshga solmadi. Momolar udumun tark etdi qizlar, momolar udumun tark etdi qizlar. Sochi uzun uzun qizlar qolmadi, sochi uzun uzun qizlar qolmadi. Endi ular begzod suratlarida, buyuk atoyining shoh baytlarida, talihsiz oshiqlar qismatlarida, talihsiz oshiqlar qismatlarida. Sochi uzun uzun qizlar qolmadi, sochi uzun uzun qizlar qolmadi.
Güzellerning sochi poyida bo'lsin, go'zallarning sochi poyida bo'lsin. Sochi uzun qizlar qolmadi, sochi uzun qizlar qolmadi. Olis-olislarga bosh olib ketay, olis-olislarga bosh olib ketay. Sochlar yeriga yetgan yurtlarga yetay, sochlar yeriga yetgan yurtlarga yetay. Sochi uzun qizlar qolmadi, sochi uzun qizlar qolmadi. To'g'risini aytayin tinglang azizlar, falakni kunlarni boshga solmadi. Momolar udumin tark etdi qizlar, momolar udumin tark etdi qizlar. Sochi uzun qizlar qolmadi, sochi uzun qizlar qolmadi, sochi uzun qizlar qolmadi, ey qizlar qolmadi. Mr. Qaha janoblariga guldiroz qarasanglaringiz. Ana endigi navbatni xalqlar do'stligi qo'shiqlariga beramiz, marhamat. Bayraminglar qutlug' bo'lsin. Ay senin kulak sal menin ahıma, ah uraman sen tüskende yadıma, yadıma takat yetalmavdım keldim bağına, sallana dullana bir şık cananım, cananım Ay senin kulak sal menin ahıma, ah uraman sen tüskende yadıma, yadıma takat yetalmavdım keldim bağına, sallana dullana bir şık cananım, cananım Gece gündüz gözüm senin yolunda, gümbürleydi gahı tutar kolunda, kolunda Gelip turman men bayardın yolunda, sallana dullana bir şık cananım, cananım Gelip turman men bayardın yolunda, sallana dullana bir şık cananım, cananım yüzünde, kolumda kat jetip tuttum sözünde ya Kütüp turban bir iş kaydip özünde, sallana dullana bir ışık cananım, cananım Kütüp turban bir iş kaydip özünde, sallana dullana bir ışık cananım, cananım
qutlug bo'lsin. Ay senin kulak sal menin ahıma ah uraman sen tüskende yadıma Takat yetalmavdım keldim bağına Sallana dullana bir şık cananım Takat yetalmavdım keldim bağına Sallana dullana bir şık cananım Ey bayramındır qutlug bo'lsin. Sahnaga Qirg'iziston delegatsiyasini taklif etamiz. Sensin menin torgoyum, soğuk gözden korgoyum Isığına acılıp çıda soğuğuna tonboyum Moqina.net taqdim etadi. Sensin menin torgoyum, soğuk gözden korgoyum Aşık buldum jalında kalbi bolsun oң boyum Sensin menin torgoyuma gülдөй olup sol boyum Isığına жылытчына soğuğuna toң boyum Isığına жылытчы soğuğuna toң boyum Sensin menin torgoyum, күндө түндө ойгоyum İşenip koy sözüme kalbi bolsun oң boyum Nelinipçi torgoyum, жолугуйму болжоyum Алтынчы күн кадыр түнмен карап күтөм жол boyum Алтынчы күн кадыр түнмен карап күтөм жол boyum Sen torgoyum süygönüm barna ömür gülдөрүм Bir basalın gül baktada tыңшап torgoyуңдөрүн Ырахат ко жаш кезден гүлү ойноп жүргөнүм Саймалайлы жылдыздай бул жашообуздун түндөрүн Саймалайлы жылдыздай бул жашообуздун түндөрүн Жалын болуп жаркылда, жалылгандай шартылда Көл үстүндө ойногон ак булуттай калкылда Канат күлүп күч алып ойноп күлүп жаркылда Кадырлашып өтөрү да көңүлгө кир калтырба Кадырлашып өтөрү да көңүлгө кир калтырба Көңүл куруп гүл чалып гүлүп бийле үн салып Мен сүйгөнүм торгоюма эмгек жолун бир чалып Айыл ичин гүлдөтүң аңо болсо ырдашып Жаркылдаган жаштык кез ай кетеликте кырдашып Жаркылдаган жаштык кез ай кетеликте кырдашып Өмүр суусун кечени жабык сырды чечени Актан болуп нурдары аппак күндө терени Актан болсо ырбалап сүйүк дайым жешели Ден солукта какырыба сол жүрөлү дешели Ден солукта какырыба сол жүрөлү дешели Өмүр суусун кечени жабык сырды чечени Актан болуп нурдары аппак күндө терени Актан болсо ырбалап сүйүк дайым жешели Ден солукта какырыба сол жүрөлү дешели Ден солукта какырыба сол жүрөлү дешели www.moqina.net is the best music portal in Uzbekistan. Qirg'iziston san'atkorlariga tashriflari uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sahnaga rus ansamblini
Vdохновение ansamblini taklif etamiz. Marhamat. Bu bizlarga ibrat ey zamindoshlar. Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar. Urush orzularni barbod etgaydi. Faqat tinchlik yorqin hayotga boshlar. Bir-birovga yovday boqib o'tmaylik. Dillarni mehrga muhtoj etmaylik. Tinchlik Alloh bergan eng ulug' ne'mat. Nizolar davomida oqib ketmaylik. Tinchlik uchun, tinchlik uchun, tinchlik uchun.
tinchlik uchun, tinchlik uchun, tinchlik uchun, tinchlik uchun, tinchlik uchun. Mardlik emas, tinchlikka kim solsa chang, eng mardona jang, nafsga qarshi jang. Oha inilarim, ey jigarlarim, faqat tinchlik uchun kurashib yashang. İnsanlarımız gerçi turfa qilamiz, yurtlar boshqa ammo bir xil dilimiz. Farzandimiz odam dili hali, demak opa singil og'aynimiz. Kabul etmang buni shirin tush kabi, rostdan uchmoqdamiz erkin qush kabi. Bugun bizlar yon qo'shni xalqlar bilan tinchlik uchun kurashgaymiz musht kabi. Tinchlik uchun, 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 tinchlik uchun. Bizga bering baland baland tog'larni, mevalari shirin shakar bog'larni, tortib olmasin yomon odamlar hech ham. Bizlar o'ynab yurgan o'yin choqlarni, tinchlik uchun, 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 tinchlik uchun. Bugungi dasturimizdagi ishtiroklar uchun barcha millat vakillariga, aziz mehmonlarimizga, tumandoshlar nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bitta guldiroz qarsanglaringizni xalqlar do'stligiga cholib qo'yasizlar. Sahnaga yana bir bor bugungi kechamizni mehmon san'atkori Mr. Qaha janoblarini taklif etamiz. Marhamat. Bir shirin bir achchiq totyapman, gohi changoh loyga botyapman. Bir shirin bir achchiq totyapman, gohi changoh loyga botyapman. Aravamni o'zim tortyapman, sizga nima, sizga g'iybatchi. Aravamni o'zim tortyapman, sizga nima, sizga g'iybatchi. Oddiygina hayotu tarzim, turmushimdan yo'q biror arzim. Oddiygina hayotu tarzim,
Boshimdan yo'q biror arzim bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim sizga nima sizga g'iybatchi bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzim sizga nima sizga g'iybatchi sanog'iga yetmaydi barmoq niyatim ko'p niyatlarim sanog'iga yetmaydi barmoq o'zgarmayman bo'lganim shundoq sizga nima sizga g'iybatchi o'zgarmayman bo'lganim shundoq sizga nima sizga g'iybatchi birov yomon deganimcha yo'q o'zga haqim deganimcha yo'q ham o'rganimcha yo'q sizga nima sizga g'iybatchi boshga tushsa ko'rarkan ko'zim dilda borim so'zlaydi so'zim boshga tushsa ko'rarkan ko'zim dilda borim so'zlaydi so'zim O'zim yonib o'chaman o'zim sizga nima sizga g'iybatchi O'zim yonib o'chaman o'zim sizga nima sizga g'iybatchi sizga nima sizga g'iybatchi sizga nima sizga g'iybatchi Rahmon To'xtazinov, Mr. Qaha janoblariga minnatdorchilik bildiramiz ishtirokilari uchun rahmat. Ana endi davramizga yana bir ajoyib san'atkorimiz, aristokratlar jamoasi a'zosi Sardor Abdumannonovni taklif etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi bayram barchaga muborak bo'lsin deb qolamiz. Hamisha mana shunaqa bayramlarimiz ko'paysin. Xush kelibsizlar. Xo'p, endi men bu yoqqa o'zim kelmaganman. Poytaxtdan bir qancha san'atkorlarimizni ham birga olib kelganman. Ustoz san'atkorlar, xushovoz xonandalar. Agar ruxsat bersanglar, ularni ham birma-bir davramizga taklif qilamiz. Demak, birinchi san'atkorimiz ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Kutib olamiz qarsanglar bilan. Kelyaptilarmi Erkin aka? Ha, ishlari chiqib qoldimi? Bo'ldi. Ustoz ishlari chiqib qoldi, o'shaning uchun o'rinlarini bildirmaslikka harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli mehmonlar, bayramlar muborak bo'lsin, qarsanglar. Mana bu yoqqa o'zim kelmaganman, bir ajoyib san'atkor ukamni ham olib kelganman. Hammanglar yaxshi taniysizlar. Kutib olamiz. Sardor Mamadaliyev, marhamat. U ham kelmadimi? Bo'lmasa ularni ham o'rinlarini o'zim bildirmaslikka harakat qilaman. Demak, tasavvur qilamiz, mana shu sahnamizda Sardor Mamadaliyev. Seni hech kim sevolmaydi meningdek. Vaslingga zarb oshiqlar ehtimol. Poyingga tiz cho'kib yig'lar ehtimol. Lekin sodiq bo'la olmaydi meningdek. Kelinglar, bundoq qilamiz. Sardor Mamadaliyev ashulalarini ko'p eshitganmiz.
Bu san'atkorimizga boshqa bir san'atkorning qo'shig'ini ayttirsak nima deysizlar? Masalan, Ummon guruhini Soqintun degan mashhur qo'shig'ini Sardor Mamadaliyev kuylaganda qanaqa bo'lardi? Tasavvur qilamiz. Soqintun angladim bugun, uni yo'qotdim, yo'qotgim butkul qarsiylar. Demak, yana bir ajoyib san'atkorimiz kelganlar, tasavvur qilamiz. Muhabbat kuychisi Anvar Sanayev. Endi bundoq qilamiz. Anvar Sanayevga ham an'anamizga sodiq qolgan holatda o'zlarini qo'shiqlarini emas, boshqa bir san'atkorning qo'shig'ini kuylatamiz. Masalan, kimni qo'shig'ini kuylasa Anvar Sanayev? Kimni? Yulduz Usmonovani qo'shig'ini kuylatamiz. Qanaqa bo'lar ekan? Bir boshqacha bo'lsa kerak. Tasavvur qilamiz. Anvar Sanayev Yulduz Usmonovani qo'shig'ini kuylaganda. Ko'nglim cho'kdi yomon, ko'z yosh to'kdim yomon, seni sog'indim jonim yomon. Dema meni dalla, ko'p ko'rasan hala, vafodoringman seni aslo. Bitta qarsak o'xshagan bo'lsa. Va yana bir san'atkorimiz Oybek va Nigora duetini hamma yaxshi biladi. Mana shu Oybek Nigoradagi Oybek ham tashrif buyuribdilar. Kelinglar, bularga ham o'zlarining qo'shiqlarini emas, boshqa san'atkorlarni, umuman yo'nalishlariga teskari bo'lgan, masalan, maqom qo'shig'ini, ya'ni Munojot Yo'lchiyevani qo'shiqlarini kuylatamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Husning gulida bo'ldi jahon mulkida paydo, ey shohi parizod. Soldi ana ishqi boshima kulfati savdo, qilg'il anga faryod. Qarsanglar bo'lsin. Va nihoyat hozirgi kunda bir yana yangi taqlid ustida ishlayapman. Hali bu unchalik tayyor bo'lmagan, lekin sizlarning oldingizda ozginasini premyera qilamiz. Hammamiz yaxshi ko'radigan mana shu o'zimiz vodiylik ajoyib san'atkor Jaloliddin Ahmadaliyev. Bu hali endi ishlanayotgan taqlid, o'zingizlar baho berasizlar. Ketdik. Hazil chin qildik, ketdik ikki tomon. Yuz o'girgan u bo'ldi, yana o'sha biz yaman. Halimiz xara edi, canimiz fido edi, barimiz fido edi. Yana o'sha biz yaman, yana o'sha biz yaman, yana o'sha biz yaman. Yar bizdan ketdi, orzusiga yetdi. Qo'yg'lama yurak, unga shu edi kerak. Hammaga yana bir marta bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aristokrat Sardor Abdumannonovga tashakkur aytamiz. Ana endi badiiy maydonimizda rostdan ham ko'rinish beradi o'zbek estradasining yorqin vakili Qilichbek Madaliyevni taklif etamiz. Assalomu alaykum muhtarama onajonlar, otajonlar, barcha yaxshilar. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Avvalo Navro'z muborak bo'lsin. Qolaversa Hayit muborak bo'lsin. Yurtimizda doim tinchlik bo'lib, mana shunaqangi xursandchiliklarda, yaxshiliklarda diydorlashib yuraylik. Umringlar uzoq bo'lsin. Biz bu yerga taklif qilgan barcha akalarimizga rahmat aytmoqchiman, chunki shuncha yaxshi insonlar bilan ko'rishishimizga sababchi bo'lishyapti. Men juda ham xursandman bundan. Hokimbo, yana bir bayram sizga ham muborak bo'lsin. E'tibor uchun, taklif uchun ming rahmat. Salomat bo'ling, boringizga shukr. Doim shunaqangi bayramlardan, yaxshiliklardan boshlarimiz chiqmasin. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimizni tabrik sifatida qabul qilasizlar. Juda ham chiroyli raqslarga tushdilar, ko'z tegmasin. Men ming bor uzr so'rayman. Hokimbo, pastga tushib aytsam ham bo'laveradimi? Endi so'rab olgan yaxshi-da, baribir. Qani ketdik bo'lmasam davom etamiz. Men sekin aylanib o'zim oldinglarga boraman, xudo xolasa. Shodan sharda.
Shohimardon yo'llariga gullar yarashgan, yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Shohimardon yo'llariga gullar yarashgan, yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Sen aytmasang tog'lar aytar, oquvlar aytar. Bir qiz bormish oylar undan husn talashgan. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Farg'onaning bobolari mamos yaxshi. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. O'lanlari to'ylar ko'pdir. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Zilol suvlaridan ichdim bolajon, zilol suvlaridan ichdim bolajon. Ben sana aytayın gülüz diyarım, sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar, sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar. Olibsan sabrimni yo'qdir qararim, olibsan sabrimni yo'qdir qararim. Sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar, sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar. İştası bilan belim bağlagan, hasrat o'ti bilan bag'rim dag'lagan. İştası bilan belim bağlagan, hasrat o'ti bilan bag'rim dag'lagan. 7 yildir yo'la qarab yig'lagan, 7 yildir yo'la qarab yig'lagan. Sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar, sana ko'ngil bersa menda yar yig'lar. Qalam qashliyan ishra bilan yanima, kipriklaridan badam nashlar qadar janima. Keldi qalam qashliyan ishra bilan yanima, kipriklaridan badam nashlar qadar janima. Men dedim ki ro'yi gul, sen o'zing banda gul. Men dedim ki ro'yi gul, sen o'zing banda gul. Qahring qo'yda sabr qil, qashna bo'lsang janima. Qahring qo'yda sabr qil, qashna bo'lsang janima. Keldi qalam qashliyar ishra bilan yanima, kipriklaridan badam nashlar qadar janima.
endi lazgi o'ynab hazzatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. Keling endi lazgi o'ynab hazzatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. Sizni suyib, dilim yayrab boqsam husningizga to'yib. Bunchalik noz arazingiz chetga qo'yib, bunchalik noz arazingiz chetga qo'yib. Keling endi lazgi o'ynab hazzatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. Keling endi lazgi o'ynab hazzatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. Keling endi lazgi o'ynab hazzatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. İstesangiz tong otguncha sog'zatamiz. Qani ketdi. Janarga bordim bir kecha, sog'inib jonim ming kecha. Yurakdan urdi bir qizcha, oshig'i ko'p ekan bir necha. Qoshi qora, ko'zlari qora, qalbimni ochdim mana qara. Yoningda turibman mana, bunchalar go'zal sana. G'ayra dam-badam, orami jonim san mana. G'ayra dam-badam, shirin zabonim san mana. G'ayra dam-badam, orami jonim san mana. G'ayra dam-badam, shirin zabonim san mana. Janonga bordim bir kecha, qadam bosib astagina. Janon yotur nozi quda, cherti beshik astagina. Yana keldim oq shu kecha, okang quladi mani tonggacha. Keldim yana man loylar kecha, okangni quylatgani tonggacha. G'ayra dam-badam, orami jonim san mana. G'ayra dam-badam, shirin zabonim san mana. G'ayra dam-badam, orami jonim. Estradamizning yorqin yulduzi Qilichbek Madaliyevga guldiroz qarsanglar. Tashakkur etamiz. Endi joylarni egallab olamiz, o'rtoqlar, rahmat. Rahmat. Hali juda ko'p san'atkorlarimiz tashrif buyurmoqda, joylarni egallab olamiz. Qilichbek Madaliyevga tashrif uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Minnatdorchilik bildiramiz. Shu bir bola qilib Qilichbekda bitta kopiyasini olib qolishimiz kerak-da, shu beshariqda. Zo'r pul topardik-da o'zi ham. Xo'p, davom etamiz. Azaldan, qadimdan Navruz bayramlari nishonlanib keladi. Navruz bayramlarida, Navruz sayillarida hammamizga ma'lumki, dorbozlar chiqishlari, dor o'yinlari, milliy o'yinlar har safar bardavom bo'lib kelgan. Bugun ham ana shu an'anani chetda qoldirmagan holda hozir davramizga juda ham mashhur bo'lgan darbozlar sulolasi vakilasi, o'zi 8 yosh bo'lishiga qaramasdan juda millionlab, milliardlab muxlislariga ega bo'lgan bir ajoyib qizalog'imiz tashrif buyurgan. Bitta qarsak chovolaslar davramizga G'ayrajonova Afruzani taklif etamiz. Keling Afruzaxon. Mana Afruza. O, qarsak choptiramiz, qarsak.
bilan qarsak bo'lsa, mendan cho'tgan bo'la qani. Hey! Boshi bor o'rtani kishnadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Boshi bor o'rtani kishnadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Qurga kirgin or uchun, ko'nglingda menda yor uchun. Qurga kirgin or uchun, ko'nglingda menda yor uchun. Bu yolg'onchi dunyoda ikkinchi erdi. Mana shu yerda gapiraman. Xo'p, e'tibor bering. Ikkita tosh 5 kilodan kichkinasi. Tepaga chiqaymi? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ikkita tosh 5 kilodan. 3tasi 8 kilogram. Eng chekida turgan tosh 16 kilogram. Siz ko'rgan qizimiz Surxondaryoda bo'lib o'tgan Alpomishlar nominatsiyasi sovrindori. O'rta Osiyoda bir yagona bo'lgan chempionimiz. Muhtaram yurtboshimda oldiga chiqib mustaqillik maydonida tomosha ko'rsatgan Afruza bo'ladi, bitta qarsak bo'lsin. Qani. E'tibor bering, tosh bilan tomosha ketib boram. Rahmat. Ko'pchiliklar qiz farzand ko'rsa xafa bo'ladi. Nimaga qiz dunyoga keltirdik? Ko'rib qo'yinglar qiz bola qanday bo'lishini. E'tibor bering, bu beshariqda farzandi. Qayerga borsak, qaysi yurtda bo'lsa qattansan desa beshariqdanman deydi. Bitta kuchni chiqarib qo'ying. Kuchni chiqaring, egalasini ham. Oba! Qarsak bo'lsin sherasi bilan harakati. Ha! Bo'ladi u. Yaxanlar. Hayt! Ola deb tashlagan bekovlar sodiya. O'zgarini boshlagan qo'laga sol sodiya. Bar ola deb tashlagan bekovlar sodiya. Bosh bilan ketdi. Xodimana urxo ayirib ol zotingni. Qo'lida 5 kilolik tosh bilan. Xodimana urxo ayirib ol zotingni. Xodimana urxo ayirib ol otingni. Bunisi ham 5 kilogram. 8 kilodan ikkitasi 16 kilogram. Opa! Endi bitta qarsak bo'lsin, qani? Joning bormi, kulib bor, yonbosh bo'lib surib bor, ot to'dasin aylanib, quloqqacha yetib bor, qaytar uni, qaytar, oldini to'sib qaytar. Eng chekida turgan toshning og'irligi 16 kilogram. Agar Afruza 16 kilogram bo'lgan toshni ko'tarsa, bitta qarsak icha olasiz. Keting bolam, qani? Qozon, Qirg'iz, Tojik, Turkman, O'zbekiston. Elida, elida, O'zbekiston elida. Voy voy! Uloqchapar bel bog'i bor. Kelma tag'in, bugun elida, elida, bel bog'i bor elida. Mardligidan tilak bor, shiddatidan elida. Mardligidan tilak. Hokim buva bu sizga padarka. Qani? O! Rahmat. Muzika. Hokim buva sizga padarka ekan. 16 kilogram. Hop! Ko'tar! Ko'tar! Qarsak ovozi bilan bo'lsin, qani? Ha! Bir yog'ochda ikki tor. Rahmat. Agar shu qizni havas qilgan odam bo'lsa, bitta qiyqirig'i bilan qarsak bo'lsin. Qani? Turliging bilan, joyi turliging bilan, qo'rqma surliging bilan. Hokim buvamiz o'zlari sharsa qadam bosdilar. Burgutday lochin ko'zli, qilishday kestir so'zli, jigitmisan, jigit bo'l. Jigit bo'l, jigit bo'l. Ey jigit bo'l, jigit bo'l. Elini suygan jigit bo'l. Ko'zlari yonib chaqnagan, yuragi olov jigit bo'l. Jigit bo'l, jigit bo'l. Elini suygan jigit bo'l. Ko'zlari yonib chaqnagan, yuragi olov jigit bo'l. Yashang Afruzaxon. Davom etamiz, rahmat, tashakkur etamiz. Afruzaxonga endi bitta qarasak, bu boshqacha bo'lish kerak. Jigitmisan, jigit bo'l. Jigit bo'l, jigit bo'l. Ehtiyot bo'ling Oybek aka. Oybek aka sportda boshlig'i esimda yo'q. Hop, davom etamiz azizlar. Taqdirlashlarimiz bor bugungi bayramimizda. Aytganimizdek, mana chiroyli san'atkorlarimiz estrada yulduzlarining chiqishlari bo'ldi. Hali davom etadi. Afruzaxonni ko'rdik, juda ham xursand bo'ldik. Bundan tashqari oshpazlik musobaqalari, rasm chizish musobaqalari, bu yerda juda ko'p shaxmat, shashka, sport turlari musobaqalari, tosh ko'tarish musobaqalari bo'lib o'tgan. Hozir munosib ishtirok etganlari davramizga taklif etamiz. Demak, bugungi tadbirimizda rasmlar tanlovida munosib ishtirok etganlar Maqsud va Mohiraxon, Abduqahhorov Yosinbek, Dehqon va Mardonaxon, Ma'mur va Mahliyoxon Ergash va Dilnuraxon,
Odilova, Gulxoyoxon, Ne'mat va Shahzodaxonlari davraga taklif etamiz. Kelinglar, bularga ham qarsak cholib turasizlar. Mana shunaqa bizni yurtimizda. Ishtirok etsang bo'ldi, sovg'a naqd olasa. Birinchi o'rin, ikkinchi o'ringa kurashish shart emas. Lekin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin olganlarni juda ham ajoyib sovg'alar kutib turmoqda. Bu qizlarimizga, bu yigitlarimizga bitta alohida qarsak olasizlar. Munosib ishtirokchilar uchun mana shunday esdalik sovg'alari bilan taqdirlanmoqda. Ana endi rasmlar tanlovida o'rinlar bo'yicha davramizga taklif etamiz. Andarxon mahalla fuqarolar yig'inidan 3-o'rinni egallagan Akram va Xushnozaxon davramizga taklif etamiz. Keling Xushnozaxon. 3-o'rin sohibasi Xushnozaxon. 2-o'rinni egallagan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Sultonqulov va Kumushxon davramizga sizni taklif etar ekanmiz. Keling Kumushxon. Kumushxonni ham qarsaklar bilan taqdirlab qo'yamiz. Quyi Zarqaynar MFS a'zosi Jo'ray va Dilnoraxon. Marhamat, 1-o'rin sohibi. Ana 1-o'ringa televizor eng so'nggi rusumdagi tumanimiz hokimi Razjon Karimovich bilan birgalikda esdalik surati, ana undan keyin shaxmat musobaqasi ishtirokchilari tayyorgarlik ko'rib turinglar. Sizlar davramizga taklif etamiz. Rahmat. Shaxmat musobaqasida munosib ishtirok etganlar Asqarov Boburjon hakamimiz. Rassomlarga rahmat. Rassomlarimizga rahmat. Shaxmat musobaqasi hakami Asqarov Boburjon. Keling. Hamda ishtirok etganlar Sahobiddinov Nurmuhammad, Yusupov Abduhakim, Abduvohidov Uyg'unjon, Sobirov Shohruzbek, Sahobiddinov Ozodbek hamda Xolmatov Avazbek kelinglar. Shaxmat musobaqasida ishtirok etganlar munosib ishtirok etib mana shunday ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritganlarga minnatdorchilik bildiramiz. Shaxmat musobaqasida 3-o'rin sohibi Abduvay mahalla fuqarolar yig'inidan Abdullayev Yahyobek keling davramizga. Yahyobekka guldiroz qarsak olib qo'yasizlar. 3-o'rinni egallagan uchun Yahyobekka minnatdorchilik bildiramiz. 2-o'rin sohibi Iftixor mahalla fuqarolar yig'inidan Sahobiddinov Burxonjon. Keling Burxonjon. Va nihoyat 1-o'rin sohibi Yangirabqondan Nazraliyev Qilichbek. Marhamat, Qilichbekka qarsaylar. Rahmat shaxmatistlarga, grossmeysterlarga minnatdorchilik bildiramiz, tashakkur etamiz. Ana endi hozir davramizga chaqiradiganlarga yaxshilab qarsak olasizlar, sababi bugungi bayramimizga o'zgacha qaysi bir ma'noda tam bergan bular. O'zgacha lazzat bag'sh etganlarga taklif etamiz. Ya'ni oshpazlar komandasi munosib ishtirokchilar uchun davramizga Nabijonova Muxfiraxon, Sharif va Muqaddasxon, Qobilova Zeboxon, Soliyeva Sohibaxon, Burxonova Yulduzxon, Yusupova Dilobarxon hamda Imom Nazar va Dilfuzaxon opalarimizni
qarsaylar bilan. Hurmatli oshpazlarimiz bular. Aytganimizdek, bugungi bayramimizga munosib lazzat baxsh etganlar. Ana endi oshpazlar musobaqasida munosib 3-o'rinni egallagan Sobirtepa mahalla fuqarolar yig'inidan Luqmonov Bahromjon aka, keling sizni taklif etamiz. Bahromjon aka, qarsak cholib qo'yasizlar. Bahromjon aka, boya dordi ustida ham yurodingizmi siz, kapkirni ko'tarib? 3-o'rin sohibi Bahromjon aka. 2-o'rin Andarxon mahalla fuqarolar yig'inidan Nazir va Jamilaxon opa. Keling, Jamilaxon. Va nihoyat 1-o'rin sohibi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Mirhamidova Fotimaxon opamizga qarsaylar. Fatima opa, yutishingizni oldindan bilganmidingiz deymana? Uyda repetitsiya qilib keyin kelibsiz, qanday chiqishdi sahnaga? Qarsak chovoramiz, qarsak. Bular bugungi tadbirga hammadan vaqtli kelganlar. U to'rda turib kelib, qozon o'rnatib, sabzi to'g'rab, oshni boshlaganlar. Bularga yaxshilab qarsak chovoringlar. Oshpazlar, sizlarga rahmat. Bugungi oshdan tanovul qilganlar bilishadi, oshlar qanaqa bo'lganini. Alohida mana shu barcha oshpazlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va endi davramizga polvonlarimizni taklif etamiz. Tosh ko'tarish musobaqasida munosib ishtirok etganlar. Eng avvalo murabbiy Botirov Otabeyjon davramizga sizni taklif etar ekanmiz. Keling. Shuningdek, polvonlarimiz Inomov Iqboljon, Mahmudov Iqboljon, Oripov Bahodirjon, Begmatov Muhammadjon, Turdaliyev Og'abek, shuningdek Bahodirov Muhammadali davramizda marhamat polvonlarga qarsaylar. Ana endi g'oliblarni davraga taklif etamiz. Uchinchi o'rin sohibi Sobirtepa mahalla fuqarolar yig'inidan 58 ta ko'tarishni amalga oshirgan Razzoq Berdiyev Jonibek davramizda. Keling Jonibek. Ya qarsak cholib turinglar endi polvonlarga. Ana endi davramizda 60 ta ko'tarish bilan ikkinchi o'rin sohibi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Abdusattorov Botirjon. Botirjon. Bu shaxmatda emasmi ikkinchi o'rinda? Aka, Botirjon sizda ham yutdimi? Ne jiyaningizmi? Endi birinchi o'rin ko'rinib turibdi. 65 ta ko'tarish bo'yicha mutlaq g'olib birinchi o'rin sohibi Andarxon mahalla fuqarolar yig'inidan Rahimov Sardorbek, keling. Rahmat ishtirok uchun hammalariga.
Albatta, rahmat, tashakkur aytamiz. Ana endi ko'pchilikni ko'p kuttirmaymiz. Bayramimiz davom etadi, konsert dasturimiz davom etadi. Davraga Beshariq tumani madaniyat bo'limi qoshidagi Beshariq taronalar, ashula raqs xalq ansamblini, xushovoz xonandalarini birin-ketilida taklif etamiz va ularni sho'x qo'shiqlari bilan hammani badiiy maydonga, raqslarga taklif etamiz. O'zbegim tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan O'zbegim tojik bilan do'stu qardoshdir azaldan O'zbegim tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan O'zbegim tojik bilan hayyisun aylay do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan qayyusun aylay qiyos shirin do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan baxtga yor doim navoiy tojami bor ekan biz ular qo'ygan tamalda O'zbegim tojik bilan fahm etib boqsang agarda biz qo'sha sayyoramiz bu ali so'zlar zuhaldan O'zbegim tojik bilan aylay qiyos shirin do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan qayyusun aylay qiyos shirin do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan sabr ma'no masaldan O'zbegim tojik bilan top sabr ma'no masaldan O'zbegim tojik bilan hayyusun aylay qiyos shirin do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan hayyusun aylay qiyos shirin do'stlik so'zin totli baldan asaldan O'zbegim tojik bilan O'zbegim tojik bilan davom etamiz shu xiyollar bilan davramizga taklif qilamiz bayram muborak bo'lsin. Sarkilazgi bu qizman qizishman birdan Sarkilazgi bu qizman qizishman birdan lazgini o'yna lazgini o'yna qar surib har dam qar surib har dam aha vaha aha kishtek vaha hey
kishdak emas bu, lakirdek kishdak emas bu. Qarsurum birdan qarsurum har dam. Aha aha aha, vaha vaha vaha, aha 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 kishdak, vaha vaha vaha. Har dam har kime birdan aha 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 vaha 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 aha 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 kishdak vaha 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 vaha.
yoqdi yurib ketdik hay hay ne javohir xush yoqdi yurib ketdik bir boqdi yurib ketdik uch yoqdi yurib ketdik hay hay ne javohir zor etdi yurib ketdik hay hay ne javohir zor etdi yurib ketdik. Raqslarga taklif qilamiz. Marhamat. Bayram muborak bo'lsin. Agidil azari davon davon bapesha. Nola kunam namisha, xandon xudam hamisha. Cheki cheki baron obin, shtir shtir namisha. Ey yor biya, dildor biya, dimiram rabudi, yor biya. Ey yor biya, dildor biya, dimiram rabudi, yor biya. Barcha opa singillarimizni raqslarga taklif qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Qani marhamat. Hop. Bu yoqdagilar ham raqsga marhamat. Kashki dana davoi chashmam tu shudi dardu davoi chashmam yoki binam rahoy ashkam tu khudi sadu garmay eja ey yor biya dildor biya diliram rabudi tu yor biya ey yor biya dildor biya diliram rabudi tu yor biya. Qani birgalikda bayram qilamiz. Qani shuhrat Hey doktorak chikat, et düşmana bin bikat, et tojik yo arab, et biyo narab. Hey doktorak chikat, et düşmana bin bikat, et tojik yo arab, et biyo narab. Nola kunam hamisha, xandon xudam hamisha. Tagi dil azori, davon davon bapesha. Nola kunam hamisha, xandon xudam hamisha. Cheki cheki baron obin, shtir shtir namisha. Ey yor biya, dildor biya, diliram rabudi, tu yor biya. Ey yor biya, dildor biya, diliram rabudi, tu yor biya. Ey yor biya, dildor biya, diliram rabudi, tu yor biya. Ey yor biya, dildor biya, diliram rabudi, tu yor biya. Qani marhamat, davom etamiz qo'shiqlarimizni. Takku joshimo, doktor Rozbeko, ebbiyo kale, oq shirin sabbo. Anvola nima deyapti? Tojikcha gapiryapti. Kujo deb boshimni qotiryapti. Oy shuhrat. Bayram qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Toshkentda xushomadikon, bizga farqishimiz tojikmi yo o'zbekon. Takku joshimo, doktor Rozbeko, ebbiyo kale, oq shirin sabbo. Ani bola nima deyapti? Tojikcha gapiryapti. Kujo deb boshimni qotiryapti. Qani shuhrat Assalom xush omaded, nazmikor salomaded, kay bozani omaded, ey bachcha xush omaded. Assalom xush omaded, nazmikor salomaded, kay bozani omaded, ey bachcha xush omaded. Takku joshimo, doktor Rozbeko, ebbiyo kale, oq shirin sabbo. Ani bola nima deyapti? Tojikcha gapiryapti. Kujo deb boshimni qotiryapti. Qani birgalikda davradan chiqib ketishim. Davom etamiz qo'shiqlarimizda. Yoram yo. Bayram muborak bo'lsin.
بدخشانمه آرام جانمه و پیشمم بیا بیا ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا دل بر جانمه ما خیتابانمه و پیشمم بیا بیا عشقین جانمه حال یمانمه بیچاره من دیوار یارمه ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا شانمه آرام جانمه اب پیشمم بیا بیا عزیزم جانمه siz مهربانمه دلسیز مدی وفای یارمه ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا دارم سازوارم بیا ایارم بیا دلدارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا دل میل تو دارم سازوارم بیا Atasın köpüptü Lekin baranıyman onu yanına Mikrofonunu silmeyip kaytürüptü Lekin baranıyman onu yanına Mikrofonunu silmeyip kaytürüptü Turuşa karang 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 Kılıka karang 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 Oynaşa karang 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 Baran 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 Turuşa karang 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 Kılıka karang 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 Oynaşa karang 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 Baran 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 Gözlerimni şundan uzak olmadım Vah aşkında haram olup kalmadım Buna çıray buna kalat vay vay Hiç bulmasan nomerini almadım Buna çıray buna kalat vay vay Hiç bulmasan nomerini almadım Turuşa karang 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 Kılıka karang 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 Oynaşa karang 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 Baran 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 Turuşa karang 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 Kılıka karang 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 Oynaşa karang 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 Baran 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 Gözlerini süzersen Yüreğini izersen Mani dağlarda kaldırıp Kimler bilen gidersen Mani dağlarda kaldırıp Kimler bilen gidersen Abadan abadan maram gözlü abadan 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 canım olar abadan 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 maram gözlü abadan 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 şirin tuzlu abadan Sular kinar soylanıp Yıllar kinar aylanıp Ko'chalga chiqib bir qarang Yorim
kular solmani ko'chaga chiqib bir qaray yorim kular sollarni abadan abadan mana ko'zli abadan 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 jonim olar abadan 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 mana ko'zli abadan 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 shirin so'zli abadan davom etamiz shu Adam tashab keladi, nozdab yurib keladi, aqlimni ap qo'yadi, bir qiya boqishlamadi, so'zlarim adashadi, ko'zlarim qalmashadi, quyosh hamon bitadi, sal qiya boqsa shimana. Adam tashab keladi, nozdab yurib keladi, aqlimni ap qo'yadi, bir qiya boqishlamadi, so'zlarim adashadi, ko'zlarim qalmashadi, quyosh hamon bitadi, sal qiya boqsa shimana. Davramizga go'zal qizlar kelibdi, qoshi qalam, sochi uzun, shahlo ko'zlar kelibdi. Qara bugun davramizga go'zal qizlar kelibdi, shunutdekni ko'zin yoqib, go'zal qizlar kelibdi. O'tirishar uyalishib, bir-biriga suyanishib. O'tirishar uyalishib, bir-biriga suyanishib, ming xil rangga bo'yanishib, ayni gulzor kelibdi. Ming xil rangga bo'yanishib, ayni gulzor kelibdi. Qara bugun davramizga go'zal qizlar kelibdi, qoshi qalam, sochi uzun, shahlo ko'zlar kelibdi. Qara bugun davramizga go'zal qizlar kelibdi, qoshi qalam, sochi uzun, shahlo ko'zlar kelibdi. Boshing olib ketolmaysan, chaynaganing yutolmaysan. Boshing olib ketolmaysan, chaynaganing yutolmaysan. O'zingni ham tutolmaysan, anor yuzlar kelibdi. Shunutdekni ko'zin yoqib, go'zal qizlar kelibdi. Qara bugun davramizga go'zal qizlar kelibdi, qoshi qalam, sochi uzun, shahlo ko'zlar kelibdi. Qara bugun davramizga go'zal qizlar kelibdi, qoshi qalam, sochi uzun, shahlo ko'zlar kelibdi. Uzoq o'lkalardan entikib, jo'shib,
qaldirg'och qo'ndimi ayvoningizga? Sog'ingan yurakka sog'inchlar qo'shib, demak Navruz kelar makoningizga. Qaldirg'och Navruzning elchi qushidir. U kelsa shodlikdan beradi darak. Chiroyli ovozda cho'g'irlashidan hapqirib ketadi zor bo'lgan yurak. Ey qaldirg'och, qayga shoshasan? Chug'urlaysan, nedan xafasan? Ey qaldirg'och, qayga shoshasan? Chug'urlaysan, nedan xafasan? Ayvoniga insolgan qushni kutgan elni qaydan topasan? Bunday yurtni qaydan topasan? Iningdan xas tushsa avaylab, o'z o'rniga qo'yadi joylab. Iningdan xas tushsa avaylab, o'z o'rniga qo'yadi joylab. Palaponining uchun poylab turgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday yurtga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday elga bag'ringni och. Bu bir elki bag'ri keng xotam, yetti o'lchab tashlaydi qadam. Bo'lsa hamki dilida beg'am, kulgan elni qaydan topasan? Bo'lsa hamki dilida beg'am, kulgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday yurtga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday elga bag'ringni och. Bir kun bo'lar menga tirgak deb, eltimchiga o'g'lon kerak deb, tuqqan elni qaydan topasan? Kelmay qolsa uyiga mehmon, joni xalak yugurar har yon. Qush sayrasa tunda turib non, yopgan elni qaydan topasan? Bunday elni qaydan topasan? Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday yurtga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, ey qaldirg'och, bunday elga bag'ringni och. Ey qaldirg'och, qayga shoshasan? Hurmatli va aziz bayram qatnashchilari, shuning bilan Andarxon mahalla fuqarolar yig'inida o'tayotgan
Navruz umumxalq saylovi o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor barchangizga bayram muborak bo'lsin. Bugungi bayramimiz bosh tashkilotchilari Beshariq tumani hokimi Rasuljon Karimovich bosh barcha tashkilot rahbarlariga alohida kechadagi ishtiroklar uchun minnatdorchilik bildiramiz va albatta barcha tumandoshlarimizga saylimizda ishtirok etganlarga rahmat. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Bayram sayli soat 14:00 dan boshlab Kapa yangi mahalla fuqarolari yig'inida xuddi shu ruhda davom etadi. Yana bir bor hammangizga Navruz muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.